Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, Surxondaryo xalqi, surxondaryoliklar dardini olib chiqadigan kanalimizga xush kelibsiz. Surxon muxlislari, kecha men o'zim shaxsan bitta video qo'ydim, menga bir 70 kishi aloqaga chiqdi. Menga faktim bo'lmasa, u narsani gapirmar edim. Nimaga jamoamiz uy uchrashuvlarni boshqa maydonga o'tkazadi? Sababi puldan qochish, xarajatdan qochish. Hozir Surxondaryoga kelib ketish uchun jamoa kamida 100 million xarajat qiladi. Sizlarga maksimalni tushuntirib beray. Termizda bazasi bo'lmagandan keyin komanda Gastnitsaga kelib joylashadi. Toshkentga ham bazasi yo'q. Gastnitsaga turadi. Pulni shu kattalar berib yuradi. Misolda men u puliga aralashishga haqqim ham yo'q. Men faktni keltirib aytaman. Jamoa Surxondaryoga o'ynashdan qochyapti. Xalqni aldash bo'lyapti. Muhtaram prezidentimiz futbolni rivojlantiringlar deyapti. Shunchadan shuncha sharoit qilib beryapti. Superliga komandalariga pullar ajratilyapti davlat byudjetidan. U pullar qayerga ketyapti? Yo'q, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini polni yangilash kerak mana jahon chempionatidan keyin. Ularni ham aybi katta. Qachongacha mana Surxondaryoni futbolchilari misol unday sarson bo'lib yuradi. Bu Surxonda maksimal stadionga ishlaydigan odamlarning aybi. Hammani kontrol qilish kerak. Bu yerdan xavfsizlikda odamlar kontrol qilsin. Prokuratura u qonuniy chora ko'rish kerak. Bu odamlarni ahmoq qilib aldayapti. Menga mana komandaga ishlagan insonlarning fakti bor, голосовой. Xohlasa shuni eshittiraman, ommaga qo'yaman shu YouTube kanalimga endi. Mendan xafa bo'lmanglar, unday menga chiqib telefon qilib videoingda unday qiladi, shaxsiy komanda bizniki deydi. Hech qachon unutmanglar, shaxsiy komanda emas sizlar. Qachonki 2-ligadan 1-ligaga o'tib ketsalaring, Pro ligaga o'tib ketsalaring, Super ligaga o'tib ketsalaring, shaxsiy komanda bo'ladi. Shaxsiy klub desalaring bo'ladi. Sizlar bitta Surxondaryo viloyatining o'zagini olib homiylik qilyapsizlar. U shaxsiy degan joyi yo'q. Surxondaryodan qanchadan futbolchilar bor. Qancha murabbiy bilan suhbat qiling. Mana men sizga fakt aytaman. Shu ballar Surxon jamoasiga o'ynamay boshqa jamoalarda yuribdi. Qani Surxon Super ligada bir 10 ta surxondaryolik bola o'ynayaptimi jamoaga? Yo'q. Hammasi o'zini tanish bilish, o'zini o'g'aylarini o'ynatib yotibdi. Men ismlarini ham, familiyalarini ham aytib beraman. Liboy insonga-da misol. Viloyat hokimi sizdan iltimos, bu masalada siz kontrol qiling. Bu insonlar sizni ham aldayapti. Bu Baxtiyor Fozilov o'zi mana gaz bo'yicha muammo bo'ldi. Shu Baxtiyor Fozilovga biz e'tirozimiz yo'q. Atrofdagi insonlar u insonni aldadi. Hozir mana Surxondaryo xalqini yer ko'rib, komandani mazza qilib Toshkentga o'ynamoqchi. Xalqimiz, sizlardan iltimos, bizni qo'llab turinglar. Agar fakt kerak bo'lsa, mana klub nima degan, nima qo'ygan, men birovni qo'rqitish emas, birovga dalajet qilish emas, xalqning dardini olib chiqaman men. Futbol rivojlansin bizga. 10 ta Surxondaryolik ukamiz o'ynasa biz xursand bo'lamiz. Ertandan bizni ham farzandlarimiz mana shu kelajakka Surxonga o'ynasin deymiz. Bilmayman, Surxondaryo viloyat hokimi e'tibor qaratmasa, boshqalar e'tibor qaratmasa, hozir aytayapti, PFLda reglamentiga yozilgan ekan, avgust oylariga nima edi, voha jamoalari o'z uylariga o'ynamaydi. PFLda ayb bo'lsa nima? PFLda ham tekshirish kerak. Mana Kanavarani olib keldi, Temur Kapansani bo'shatib misolda. Yaxshi murabbiy edi. Hammani ko'rish kerak, kontrol qilish kerak. Bitta yo'limiz fan klub bilan yig'ilib muhtaram prezidentimizga murojaat qilish qoldi. Prezidentimizga e'tirozimiz yo'q. Shuncha sharoit qilib beryapti, lekin atrofdagi insonlarni aldayapti. Bizni kuzatishda davom eting. Kommentariyaga fikrlaringizni yozinglar. Xudo xohlasa oxirigacha kurashamiz.